Sizda analizlarni davolashyapti, sizni emas. Nega gormonlar muammoni hal qilmaydi? Hozir ko'pchilikka yoqmaydigan, lekin haqiqat bo'lgan bir gapni aytaman. Gormonlar davolamaydi. Ular faqat qo'llab-quvvatlaydi. Sizga Eltrox yoki Levotiraxin tayinlashganda muammo sababi yo'qotilmaydi. Shunchaki analiz ko'rsatkichlari qog'ozda chiroyli chiqishi uchun organizmga tayanch beriladi. Ammo organizm ichida nima bo'lyapti? Sababi o'sha qoladi. Yallig'lanish qoladi. Oshqozon ichak tizimi yaxshi ishlamaydi. Defitsitlar ham yo'qolmaydi. Shuning uchun men doimo bir xil holatni ko'raman. Ayol kishi yillab gormon ichadi. TTG bir yaxshilanadi, bir yomonlashadi. Doza oshib boraveradi. Lekin ahvol, charchoq, ortiqcha vazn, befarqlik o'sha qoladi. Va bir vaqt kelib qo'rquv paydo bo'ladi. Endi men bu dorilarga umrbod bog'lanib qoldimmi? Men bu qo'rquvni tushunaman. Men gormonlarga qarshi emasman, agar ular kerak bo'lsa, lekin muammo shundaki, ko'pincha hammasi shu yerda to'xtab qoladi. Hech kim muammoning chuqur sababini izlamaydi. Holbuki qalqonsimon bez alohida ishlaydigan organ emas, u butun tizimning bir qismi. Agar oshqozon ichak tizimi tiklanmasa, defitsitlar bartaraf etilmasa, yallig'lanish kamaytirilmasa, hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun dasturda biz faqat bitta analiz bilan emas, butun organizm bilan ishlaymiz. Qadamma-qadam, to'g'ri ketma-ketlikda. Va shuning uchun boshida men har bir holatni shaxsan tahlil qilaman. Sizning holatingizda gormon dozasini kamaytirish mumkinmi? Buni qanday qilish kerak va zarar yetkazmasdan nimadan boshlash lozimligini aniqlash kerak. Agar sizga ham to'g'ri yo'nalish kerak bo'lsa, izohlarda tahlil so'zini qoldiring.